Salom hammaga, sizlar bilan Abdulloh Babuk. Sizlarga aytib o'tgandek, OpenCast'lar boshlab oldik har doimgidek. Bugun obunachimiz akkauntiga yangi X kostyumni tushirib beramiz. Undan avval Buldropni OpenCast qilib, Buldropda birinchi, Buldropdan keyin shu PUBG akkauntiga o'tamiz. OpenCast'ni yana boshlaymiz. Menga aytgan narsalarimiz bor, UMP'ni kelchat qilamiz. Material topib, agarda UC oshib qolsa, yangi UMP yutgan ekan. U UMP'si kostyumniki har doimgidek. Demak, bizda boshlaverdik. 3,5 mingta bor. 3,5 mingtani hozir biz kamida 5 mingta yo'q deganda bir 10 mingta qilib yuborsak ham UC'larni tashlab OpenCast boshlaverardik. Kattaroq UC'ga. Hozir mana Buldropdan sekin ochamiz. 7000 ko'rdinglarmi? Shu joydan hozir zanos bo'ldi. Zanos dedi-yu. Endi reaksiya ham yo'qolib ketdi, chunki Buldrop har doim ochaveramiz. Chunki ko'pincha tushsa, "Wow" deb baqiraveradigan qanaqalarimiz yo'q endi, bilmadim. Boshida shunaqa edi. Hozir yaxshiroq keysi bor. Eskidan mana shu yana yangilanib ketdi Buldrop eslarda bo'lsa. Birinchi kelganda shu 99 Qorbobo edi. Qorboboda rasm bor, shu 99 man etganlik. Mana shu keysda. Hozir yana ochyapmiz, ko'paytirib. Sanos qilib olsak hozir. Yo'q. 6400 ta. 6400 ta. Hozir qancha UC yutgan bo'lsa shu yerdan necha UC bo'lgan bo'lsa hammasini Frownga tiqamiz. Frown ochamiz. Bratimizni xursand qilamiz. Telegramdan yozdi bratimiz. OpenCast qilganing qancha pulim bor dedi. Shishtir. OpenCast qilib yubordi. 3000 ta. Yo'q bo'lib ketayotgan joydan hozir 3000 ta yaxshi. Хорош. Voy, o'sqanimda. Maskadan ko'rib X-ga chiqqanman ekan, jinni ma'lummi? Keyin yana kommentariy yozinglar, stream ham qilmayman. Shuni aytsanglar, agar rozi bo'lsa, kuniga bir 200 soat stream qilib, har kuni o'yinlar o'ynab, bir lobby va UC'li lobbylar qilamiz. Shunaqa planim bor. Agarda Telegramda 1k bo'lsa edi, lekin 700 taga tushib qoldi, 800 ta 900 ta edi. Planim ancha 2 hafta shunaqa onlayn bo'lmadim, Telegramda aktiv bo'lmadim. Qandaydir qaytib olishdi. 1k bo'lsa tezda anaqa ko'ramiz. Shunaqa stream qilib uchratib hali. 4,5 mingta hozir yechib olsak bo'lar ekan. Hozir hammasiga mana shu necha Buldropimiz bo'lsa hammasini hozir yozib ko'raman. Xo'p. 3,5 ming, 4,5 ming, 6,5 ming, 6 ming, 150 ming, 6 ming oshar ekan. Shu hozirgi holatda. 6 ming ham hozir necha puldan? 3 ming 3 ming Buldrop. Hisoblab beraman sizlarga necha pul bo'lgan. O'zimda ham bor edi Buldrop. Shular hisobiga 3400 ta qanchaga tushdi? Xo'p, plus bilganlar yozib olsa esimdan chiqib qoldi. Ketdi yana 10 ta. Tirs. Yo'q, vachchalardi. 650 ta yutib qo'ydik. 6000 ta bizga kamida bir 4000 dan baland bo'lishi kerak chunki. Yana eskiga qaytamiz eganda shu eskilarimizga shularni maslahat beraman. Zo'r keys menimcha. Chunki men anchadan beri shu yerdan olaman. Qanaqa 200 ta qo'ydi. Lekin shu atrofdagilari bomba keyslar.
Senaryolar. 4700 ta. 4800 ta qilib ko'raylik. 4800 tani yechib beramiz. Bizga qizig'i yo'q. 4700 tirz yechib beramiz bu. Endi qolgan 100 ga, bu 100 deb o'rganib qolibman bile. Mayli. Qolgan bu robga. Oy. 958 ekan lekin. Nechtaga otdim? Yeb qo'yapti-ku bu bizni. Xursand yotibman. Axo'ye. Hali kelmabdi. Yuzimiz mabodoga kelib qolsa eski ochilaveradi. Lekin hozir bir vaqt beraylik, nima qilishiga o'z bilasizlar, bir pasdan qolmaydi. Aynan bir 15-10 minutda qiladi, yuzimiz keladi. 246 ta qoldi. 246 tanchi ko'tara olamizmi yo'qmi? Sinab ko'ramiz buni ham. 246 ancha anaqa emas u, har holda. 246 3 yetmaydi. Yo'q, kirisi. Короче, OpenCS jinni so'radi 300 kelgan, chunki bonuslar kelgan, bonuslarni olib banglatamiz. Yaxshi bomba. Men skort. Короче, bola tugadi. Biz cho'kkanimizni olib hozir pishdi уже. 57 ta. Onu bir yaxshi neft berib yubordi. 150 ta. Oxirida beraveradi ham yomon jinnida. To'ttalik ketdi. 390 jinni. 500 ta. 500 ta. 350 ta. Yo'q, bomba yo'q bu. Kala yüzü geldi. 57 tane açık ettim hozir. Jigarimizni akkauntiga ham kirib bo'ldi, gaplashib. Mana akkaunti ID'sini yozib olamiz. Keyin ba'zilar yozyapti-kan, kommentariyaga bilmadim. Faqat tanish bilishini anaqasini qilib beradi, tanishniki deb berdi. Qanaqasiga tanishniki? Obunachi bu yozishyaptimi, OpenCS'ni qilib beryapti. Tanishimga zarar olmasin, shuning uchun bu tikib bekardan bekar. Hop, 660 ketdi, orqasidan 1200 ham ketdi. Yo'q, 1200 emas, 660. Birinchi 1320 bor. Bu bilan bilmadim. Hammasini tashlab olaylik. Hammasini tashlab olaylik. Gap bo'lishi mumkin emas, o'zini kesib boshlayveramiz. Jigarlarni hamma yuzga tushdi. Hali qilishdan oldin olamiz. Mana endi OpenCS'ning qizil joyi endi kelyapti. To'rtta bo'libdi. Kristalni. Birinchi bilan boshlaymiz. Birinchi yaxshi kiyim kiydirib qo'yaylik. Tarkina o maskasi ham bor ekan, yaxshi. Lekin kaskani o'tamiz. Xo'p, birinchi bo'lib biz qiladigan ishimiz hamma yerda 10 talikdan bitta 10 talikdan 10 ko'ramiz hammasini. Nima tushgan bo'lsa hammasini 10 dan ochib ko'ramiz. Yo, bu shartga. Bak, deyman deb. O'tgan safar omadli bo'ldi, bu safar bilmadim, u ishiga. Yo, bu ham yaxshi emas. Hali 10 kiymagan bo'lsa 20 yonlarni o'ziga. Hech narsa qolmadi, hech nima. Sesini qaytona sesini ochamiz. Qaror uchun qaranglar. 170 bitta
Garant to'ldirib qo'yibdi. 107 orsa kerak deb o'ylayapman. Endi yetmas. Hop, 10 ketdi. Parashyut tushdi. Parashyutdan go'zal narsalar. O'zi nimalar bor ekan? UMP'si bor ekan. Nuqtasi bor ekan. Bu yerdan hech narsa yo'q ekan. Bu yerdan hech narsa yo'q ekan. Hozir bo'ladi. Nimadir tushdi, chunki betimga yorug'lik yozilgan qoldi. Esinglarda bo'lsa, bir ikkita video avvalmi bilmadim. Shundan hikmat etib 5-minutga olib raundni hozirga ko'pchilik anaqasidan omadli qoldi. 2 minutga qoldi. Pulset oldu. Raundda kanalizasiya pulset. Bayram bo'lib material oladi. 253 ta qo'ying. Shundan so'ng ozgina qo'qityapti. Ketdi, nimadir bor, yana nimadir bor. UMP bilan 10x berdi. Bu 3 material bo'ldi. 3 material bo'ldi. Alloh chiqdi. Oxirgi o'ntali. Nimadir ber, endi nimadir ber. Yana mi? Cruiser 50 deb mana shu 10x qo'yganlar bormi? 90 bitta bo'ldi, 90 bitta qoldi. 92 ta. 95 ta, 10xni hozir yetkazib berdik endi. Bo'ldi, endi yetar ekan. 99 ta. Buni oldik. Harol. Asosiy shu kerak ekan. Chizganimni u 6 ta qolibdi materialga. UMP qani UMP. 4 ta material qo'ydi, 4 ta. Qanaqa ruslar bor ekan? Asortmas qani. Ikkinchilaydi ekan, mana 4-chilaydi. Tadan. Material qolmadi biratimiz endi. Nima deydi? Motoga ham shunaqa skin bo'ladi, shunaqa ko'chati bo'ladi motoga ham, chunki moto tushdi. Shotib qo'ysam qilib turishini qaranglar turishini. Parashyutga bir qo'yib qo'yamiz, u bir sezishadi-yu. Qanaqa nima? Nechini qo'yib qo'yamiz. Parashyutni sezadi-yu. Hop. Ekan kev. Ama 500 dinozavr. Bu ikki qilishi hali ancha bor ekanda. Biroz. Qanaqa rushasi yo'q ekan, shunga qarab qizil kristalni ham shetib qo'yaverar dedi. Akim bor ekan. Hamma akim bo'lsa 762 kerak bo'ladi jiganimga. 766 kerak bo'ladi biradimga. O'zi 4 ta narsa yaxshi narsa yemaydi ekanda. Shuni olib qo'ysammikin? Ya buni o'ynamasak, menga ko'ra otadigan, tiriladigan roq beradi. Ketdi mana. Kristal olsam. O'g'lim mashina olib beradi. Хорош. 762 ekan, nima beribdi? 762 so'ragan, keyin buni sal donator qilib qo'yaylik, bir yo'li biratimiz. Aboyam qo'yib olamiz. Biratlarim uchasi unda ham bo'ldi, unda ham bor, qarang. Короче, 597 ta bo'ldi. Короче, bratimiz aytayapti, sumkasini olib qo'ysangiz ham bo'lardi deb aytdi. Sumkasini olib qo'yamiz.
Chunki sumkasi ham qiziq ekan. Xo'p, ana endi mana bu toz materialga nomi yetkazib qo'yamiz garant. 15 17 18 19 20 Xarrosh. Materialni ham oldik. Endi u materialni nima qilamiz? Shu zo'rda material uy odam joylashib bo'lsa, nima qilishni ham bilmay qolasiz. Materialni olib, yangi chiqgan 62 ikkinchi yil. İkinci level ekanda keyin 760 fraun ama tushuntirmi? 60 ming chiqib qo'yamiz. Bizdan nima ketdi? Yoki biratimiz chuqursan bo'lib qoladigan bo'ldi, chunki yangi fiksiyatsiyani ham oldik. Hop. Chunki ko'rinadigan qilib qo'yaylik, sumkani sezdirib. Qanaqa fraun sumkasiga mos sanaqa bor. Mana shu bo'ladi. Lekin erkin shekilli. Birinchi biratimiz tushgan narsalarni bir qator ko'rib ketamiz. Mana uni xursiyat tushirib berdi mana mashina emulsiyasigacha. Birinchi hamma xursand. Telegramga yozinglar bo'ldi. Like sanishmasin. Kommentga aytib qoldiring. Yuzga tashib olamiz. Chunki randomdan har doim shunaqa o'tiribmiz. Davay hamma omad.